Assalomu alaykum, og'alar, ajobalar, tengdoslar. Men birinchi qutlaymiz, so'lga kelganingizga xudo xohlasa endi azmanday turibdi. Bir so'dan o'tib olsangiz bo'ldi. Qolgan diplomlarimiz o'zimizga qanchalar taxlab beradi, arqayn olasiz. Endi bugungi maqsad negizdan oldin, postdan oldinda konsultatsiya. Так, bugungi o'sha tizimni chiqarib qo'ydik-da. Qaysi fanlar bo'yicha bizda tizimi bor, uni videoda barcha bir azmas ketmay ishlarsangiz, qandaydir siz raspizaniyasini kesasini tasarlamas sizlarga. Qaysi kuni qaysi fan bo'yicha ne bo'ladi, barcha bir qator ko'rib qo'yasiz. Endi azmas sizga tushirsak, qanday so'rov bo'ladi, qanday so'rovlar tushadi, masalan, qanday yerdan foydalansangiz bo'ladi. Bu bo'yicha bilasizlar, mikroekonomikani kim o'tdi bizlarga? Ro'za qo'yib qo'yar. Zo'r o'tgancha cho'pki tushundik-da. Ro'za zo'r o'tadi o'zi. Так, endi qarang. Bu bo'yicha adabiyotlar haqida to'xtalib ketaylik aslida. Demak, adabiyotlardan bizlarda Ubaydullayev Xayrullohimiz bor, professor. Lekin shaxs ko'rishingiz. Sol ekonomika, mikroekonomika bo'yicha bundan bilan ma'lumot bo'lsa, bizlarda fakultetda so'ning kitobi bor. Ertaga kerak bo'ladigan bo'lsa, planshet o'qiyman deb yozib qo'ysangiz, birinchi adabiyotimiz sol. Odan tashqari bizlarda Qalmuratov Baxtiyor og'aning, Berdimuratov Xonshah azizga kafedra basılmış, soxmuş vazifasini atlamış. So'ning ham o'zining mikroekonomika degan kitobi bor. Bir qator ko'rsangiz, agar qilasangiz, bir qator ko'rib araberiyada bazamda men qo'ldirib qo'yaylik, ertangi so'rovlar tushib qolsa jazbaga aytsangiz, olib qo'ysangiz bo'ladi. Endi bizlarda 90 so'rovlar yig'ilgan mikroekonomikadan siz bo'lsangizlar kiritilgan. Endi bani yuqorida aytganimdek, buning sizga bir o'tsema, 5 o'tsema, bilmaymiz, 2 o'tsema. Bularni azmas tayin bo'lib bazamiz bo'lishi kerak. Pur bazqazat jazba. Ertaga tekshirib qolsa, buni havolamiz bor, o'sha bizda hozir jazba жұмыстарды sun'iy nega jasamentga turibdi. AI'ga, artificial intelligence. Endi o'sha sonday bo'ldi, o'qituvchi tekshirdi, odan keyingisini sun'iy intellektga ne qilib tekshirib turibdi jazba жұмыстары. Necha prosent javob beradi, bundan necha prosent. Endi shuni olib ketgani bor, shuni qo'ygandan ko'pisi az bo'lib ketganda bularcha. Sonday bo'lib qolmoq kerak. Endi 30 balldan төмен bo'lib boshqa bo'lmoq kerak-ku. 60 balldan o'tib, xudo xolasa olishimiz kerak bo'ladi. Endi bizning mikroekonomika o'zi qarang. Mikroekonomika var, makro var, dinamikalik makroekonomika var, ekonomikalik o'sim. Bular bir-birining farqi nima? Bir qator aytishlik, yetin mikroekonomikaning qanday maqsadi, vazifasi deb so'rab qolsa, ne deb yozamiz? Bir qator tutab ketik. Siz esingizga tushiraman-da, bo'laman. Mikroekonomika qadimgi mamlakatchilikdagi Mikro bo'ladi bo'lsa, uy xo'jaligi glavniy nuqta. Uy xo'jaligi ishi, korxonalar, sizlarda obyektlar bor, ishkanlar. Ishi biznesning nazarda. Ya'ni so'lardan kirib chiqimi, hisobi, boshqa moliyaviy, finansiy nelar, hisobotlari, boshqalar, operatsiyalari, statistik ma'lumotlari so'lar bo'yicha analiz qilib o'rganilsa, mikroekonomika bo'ladi. Makro bo'ldimi, o'sha o'l ana jahon miqyosindagi, dunyo miqyosindagi korxonalar bormi? Amazon, eBay, Microsoft, ya? Ulardan yana aytganda finansik jihatdan, boshqa strategiyalik jihatdan yuridik desa, u makro bo'ladi. Dinamikalik bo'lganda u qarang, dinamikalik makroekonomika deb chiqsa, nesa deb qabuldirman. Dinamikalik makroekonomika bo'ldimi? O'ning ichida mikro da bor, makro da bor. Biroq dinamikalik makroekonomikada vaqtning kesimidagi o'zgarishlar. Masalan aytaylik, bizning o'tgan yilgi mamlakatlik qarzimiz, masalan O'zbekistonning mamlakatlik qarzi qanchaga bo'lgan? 2025 alaylik 44 milliardga yaqin. 4 milliard dollardan az bo'ldi. Biroq bizning jalpi ichki o'nimimiz bor. Busman, jalpi ichki o'nimimiz bizning daromadimiz bor.
Masalan, paxta sotgandan, produkt bo'lim chiqargandan, ya'ni kompaniyalarni ishlab chiqaruv to'g'ri aylanuvdan kelgan daromadi 142 milliard dollarday bo'ldi. Uni qaytib hisoblaymiz. 142 nega bo'lib 44 milliard 142 milliard dollarga bo'lib 100 ko'paytsak, bizda prosentga chiqadi. Masalan, u qanday bo'ladi? 0%dan 30% tashigan xavfsiz, 30%dan 60% tashigan qarang, esingizga qolsa azdan qoladi-ku. Ya'ni neydi? O'rtashadiydi-ku. 30% dan 60% o'rtalig'ida qarz kelishadi bo'lsa, o'rtasha bo'ladi. 60 dan 90 ga дейін ол xavfli zona bo'lib hisoblanadi. 90 dan 100 ga дейін bo'lib ketsa, ол ko'rsatkichimiz. Bu ne? Grek, yani Yunan, Grek deganlar bo'lgan-ku. Hozir Venezuela bo'lib turibdi. Mamlakatda ishki valyutasinin nesi? Qarzi yuqori. Ko'rdikmi? Bu yil o'z sonda bo'ladi. Bizlardagi hozirgi vaqtda o'sha hisoblaydigan bo'lsak 44 milliard 142 bo'lib 100 ko'paytirishdan bo'lsak, mamlakatlik qarzimiz o'rtacha 32% shamasida chiqib turibdi. Bu bizlardagi ne bo'lib hisoblanadi? O'rtacha жағдай bo'lib hisoblanadi. 60% tashigan o'rtacha. Biroq hozirgi vaqtda Venezuelani eshitgan chiqarsa, inflyatsiyaning natijasida ne qiladi? Mamlakatdagi qarzlar yuqori bo'lib ketsa, giperinflyatsiya yuzaga keladi, ya. Giperinflyatsiya qildimi, ushbu ne degani? Xudo saqlasin, bizlar Qoraqalpog'istonda yoki O'zbekistonda giperinflyatsiya yuzaga keladigan bo'lsa, qarang, bu xavfli. Uje biz so'mga sening qolmaydi. Buning natijasida bizlar savdo sotiqda oddiy magazindan oladigan malimiz bo'lsin, kiyim-kechak, kiyim boshqarma bo'lsin, uje tenge, rubl, yamasa dollar, yamasa yuanga o'tib ketamiz. O giperinflyatsiya bo'lmasin. Endi bu suratlarimiz bu 2025-yildagi ko'rsatkich bilan 2026-yilning boshidagi ko'rsatkichni deb solishtirib qanday sifatli bo'lsa, o'sha bu dinamik algoritm. Tushundingmi? Endi mikroekonomikani bilib oling. Tak, o'zi ekonomikaning tekkari mashg'ulasi, o'zi ekonomikaning o'zi ne zat edi? Şeklengen resurslardan insanlardan, adamların şeklenmegen taştan kanatlarını okumak yüz ekonomiden güzel. Bırak, bilir misiniz? Resurslarımız hepsi hovslardı. Mesela bir statistik malumat var. Qorshaqan o'rtaliq degan fanni unutdingizmi? Qorshaqan o'rtaliq ham jasur ekonomika degan. Bunda aytib ketdi, esingizda bo'lsa, men bu fanni o'tdim. Qarang, aytib ketdi. Gaz, tabiiy, neft zaxirasi 45 yilga дейін. Hozirgi vaqtda, hozir bar to'g'ri turgan nesi. Odan keyin nechta to'g'ri o'zlarimizda Qoraqalpog'istonda, Anapda, Surxondaryo bitta neftni nega chiqib shatir, ishlab chiqaryapmiz. Endi qarang. Shu vaqtda masalan 45 yil deb aytilgan. Gazning zaxirasi, tabiiy gazning zaxirasi 75-80 yil. Ko'mir bar bizlarda tabiiy resurs bo'lar. To'g'rimi? Onu aytadi 450-500 yilga chekim yetadi. Qarasa to'g'riladi. O'sha ko'rdik biz bayaq vaqtda metan o'choqlar o'shalar deymiz edi. O'sha hozirga kelib bo'ladir. Asel ne bo'ladir yani. Tejalik bo'ladir ya. O'sha aytadi domlardan yig'lamiz yoki общий kontrolni yamasa общий kapital kerak. Buni barisi so'l. Neden resurslardan cheklanganligini Usmon har bir yutimiz kerak. Toza energiyani qayta sirtmaylik. Endi ekonomikalik tekkari mashg'ulolar demak so'l. Odan keyingisi bilimiz kerak, bizlarga ishlab chiqarish mumkinchiligi. Mesela o'rinbosar tovarlar degan bor ekan. O'rinbosar tovar ne zat? Kim aytadi? So'z-so'rovga to'xtab keling. O'rinbosar tovar. O'rinbosar emas, o'rinbosar tovar. Bu qarang. O'rinbosar bo'ladi desa, masalan, finanslik jardayimizdan uyimizga o'zimizdan income deydi-ku, daromadimizdan kelib chiqib bizni
ayına 5 kilo go'sht yetmaylik. Ya 4 kilo go'sht yetmaylik. Ya endi qandaydir inflyatsiya jo'g'arlab bo'lib boshlayotir. Ya tovar qimmatlayotir. Inflyatsiyaning o'suv darajasi bejakdagi daromadlar o'suv darajasidan ko'payib bo'lib turibdi. Buning natijasida odamlar ne qiladi? Endi balıkta var pasaydı, balıkın go'shti yemasa, qo'yning go'shti. Qo'yning go'shtini o'sha nima qiladi o'zi? Ya masalan 3 kilo, 5 kilo jetim bo'lsa, 2 kiloga tushiradi. Ya? O'rnini bosadi, masalan, ana Toshkent betlarida bo'ladi, qo'yning go'shtini qiladi. Masalan, tovuqning go'shtini o'tib basaymiz. Bu o'rin bosar tovarlar. Shunday qoldi. Ya masalan, siz oddiy bir odamni oladigan bo'lsak, masalan, sizning daromadingiz 15 million bo'ladigan bo'lsa, siz iPhone telefon ola olasiz. Qo'rqinch edi, ya. Biroq qandaydir ko'rib toza birinchi chiqdi, u qimmatlab bo'ldi, biroq bizning daromadlarimizning o'suv kesimi azmas unday jo'qari emas. Siz uni afford qila olmay qoldingiz. Endi siz ne qilasiz? O'zingiz daromadingizdan kelib chiqqan holda iPhone'ni o'rniga masalan Samsung olasiz. Samsung'a deb olmasangiz Redmi olasiz. Redmi bo'lmasa Oppo olasiz. Bu o'rinbasiz, masalan, o'rinbosar tovar bo'lsa bo'ladi. Tak, keyingisi qolib mumkin to'ldiruvchi tovarlar degan bor, masalan, to'lqlovchi tovarlar. Bu qanday? Kim aytadi? Bir-birini to'ldiradigan to'ldiruvchi tovarlar. To'lqlovchi tovarlar. Bu aytaylik, siz uyingizni remont qilyapsiz. Bu qog'oz oldingiz. Bu qasddan qo'shimcha ne olmoqsiz kerak? Realmiz. Dushman bu bir-birini to'ldiradigan tovarlar hisoblanadi. Endi o'dan tashqari qanday mezonlar bor? Sonda bir-birini to'ldiradigan tovarlar ekonomikada. Analizlar bor. Aytaylik. Telefonda chexol bor. Endi qarang, bu telefonda chexol ham ne qilsa bo'ladi? Ha? Resursdan aytgan qarang bas. Zararlik bo'lmaydi. Endi bir ba'zi vaqtda bir-ikki brendlarni aytsak bo'ladi, zararsiz keladi. Ya masalan, mashina oladigan bo'lsangiz, sizga mamlakat 5 yilga deyim besplatni benzin saqlan demaydi u. To'g'rimi? Benzin olishimiz kerak. Odam bir-birini to'ldiradigan tovarlar bo'lib hisoblanadi. Buni bo'lmasa To'g'rimi? Bo'lmasa metan qo'ydirasiz, panik deysiz. Bu yani siz bir-birini to'ldiruvchi tovarlar bo'lib hisoblanadi. Endi odan keyingisi bizlarga qiyinroq bo'lishi mumkin bo'lgan talablar qaysi bor? Talab chizig'i deganimiz bor. Talab ham usulimiz bo'yicha demamiz. Shunday formulalar ham bor, ya. Ha? Onu tashlab beraman, so'rovlarni. Общий masqalardan tashlab beraman sizga, qarasangiz. Hamda bana o kişinin düzgün sorular ise sorularını yollayalım. 200 euro tashlandimi? So'ning bastida turgan 90 ni buni mikroekonomika xatisiz. Tak, endi bu talab usulimiz bo'yicha tak, to'g'ri bo'lganda aslida tutib yozib beraman, yaxshi. Bilanchi aytib ketaman. Tak, umuman qoidasi talab ko'paysa tovarning sanasi qimmatlab boradi. To'g'rimi? Ya masalan, tovarning sanasi qimmatlasa, u berjakda ters ta'sir o'tishi mumkin. Bo'lgan tovarga bo'lgan talabni ko'paytirishi mumkin. Tushib ketishi mumkin. Bu qoidasi. Endi qoidadan tashqaridan bir-ikki nelari bor. Endi elastikligi bo'yicha. Masalan, elastikligi bo'yicha nazar. Elastikligi bo'yicha qandaydir bizning AD, yamasa elasticity demandimiz birga teng bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda talab ne bo'ladi? Soft elastik. Qandaydir bu ED deganimiz bor, elasticity demand. Sen farqi ED degan yamasa elasticity degan bor bu. Nazar, elastiklik dedi, elastiklik. Bu birdan kishi bo'ladigan bo'lsa, u qanday bo'ladi? Na elastik emas. To'g'rimi? Biroq bizning bu yerda hisoblaganimizda talab xususdan kelib chiqib, bu birdan jo'xori bo'ladigan bo'lsa, bu ham elastik bo'lib hisoblanadi. Direksionda formulalar bor. Shularni bilib qo'yishimiz kerak. Bu bo'yicha. Endi talabga ta'sir etuvchi faktorlar deganimiz bor. Talabga ta'sir etuvchi faktorlar qanday? Talabga ta'sir etuvchi faktorlar.
Sapa, hurmat. Tak, bunda hech kimsa qarab, talabga ta'sir qilib, talabga ta'sir qiluvchi faktorlar degan vaqtda, misol talabga ta'sir qiluvchi faktorlar haqida to'xtalib, qanday faktorlar bor deb bo'lsa, talabga ta'sir qiluvchi faktorlar deb qo'yadigan deb qo'yadi. Shu vaqtda siz hech bo'lmasa besuvni sanab berishingiz kerak. Bes faktor havo. Masalan, buning ishinde daromad. Qarang, talabda usnusda emas. Qarang, usnusdan talab usnusga ta'sir faktori yo'qda, u odam daromad, bo'lmasa u odam yo'qda bezat. Odamni demografik o'zgarishni ayta bermaymiz. Qarang, bu yerda talabga ta'sir etadigan faktor bo'lgan vaqtda birinchi daromad, bundan keyingisi qaysi? Bahasi. Bahada aytsak bo'ladi, 17 desangiz bo'ladi. Bo'lmasa demografik, xalqning demografik o'simi. Dekanatlar. Bularda nimani belgilayapsizmi? Kim belgilayotgan yo'q. Belgilangan. Qanday aytishni belgilayapsiz? Neshinchi nuqta? 05-23. Yomg'ir tusharyapmi? Bakın bir gün tüm ortaklar bol belirledim. Böyle oldu. Bölgesine var. Bu işte çok bayağı Böyle biri var. oldu aslında. Bölgesine bakalım şimdi. Böyle burası. Böyle burası. Böyle bankyer mı? Yapsam. Yapsam. Tak, mula Allah. Cembayı. Kim? Cembayı. Sonra almışım çekmişim var. O benim. Özbekistan. Hoş. Tak, bu masa devam edelim. Gelirler o şartlarını birleştirelim zaten. Ardından olmasın. Tak, endi Bana aytmoqchi, talabga ta'sir etayotgan bu birinchi odamlarning nesi? Demografik o'suvi. Xalq sonining o'sib boruvi, ularning qarasi deydi-ku. Masalan, bir yil bunday bir basqazatni yaxshi ko'rib olsa, keyingi yil o'zgarib ketishi mumkin ularning deydi-ku ya. Deydi, masalan, boshqa sondaylari, yana qanday? Bularning so'lar yani daromad deb aholining demografik o'suvi, o'rinbosar tovarlar, boshqalarning paydo bo'luvi, sondaylar, demak bu global faktorlar. Nemisga ta'sir etadi, talabga ta'sir etadi. Masalan, tak, endi qarang. Nusxa qanday faktorlar ta'sir etadi? Talabda aytdik. Endi usulga to'xtalaylik. Har esimizga qolamiz. Qandaylar? Usulga qanday? Masalan, men ishlab chiqaruvchi korxonaman. Qanday korxonaman, ya? Men sizga tovar usulni setaman. Men tovar usulni setumga neza ta'sir etishim mumkin. Ha?
Hı? 800 paylaşım oldu. Jaqlab dediniz, yaxshi. Var mı olduğunu Durust, resurslar. To'g'rimi? Al, men aytaylik, men kichkintoy bir nem bor, lavash biznesim bor ya. Men sizlarga xususiy men lavash. Men kichkintoy biznes, mikroekonomikal ishim mikroekonomikaga kiradi. Noyabr keldi, endi qandaydir qiyinchilik bo'lib boshladi. Dastlabki. Mening olib qo'ygan, ishga olib qo'ygan 2 damazim qandaydir qiynalayotir, bemetan dastlabki ya. Qimmatga tushyapti. O'rtadagi ne dastlabki. Bu birinchi faktor. Mening ustimga ta'sir etadi. Bayag'ida men dastlabki uchun 2000-3000 oladigan bo'lsam, endi men 15 ming ko'tardim. Bu birinchi yaratganimizda resurs. Masalan, ada shu men sirtqi faktor. Odan keyingisi texnologiya. To'g'rimi? Texnologiya ta'sir etuvchi mumkin mening ustimga. Masalan, aytaylik, men bayag'ida lavashni екі жұмысшы алып қойып таярлататын болсам, енді мен қандайdır оны автоматластырдым. Енді бұл маған арзанға түсіп жатыр и баяғыдан гөрі саны көптеу шығарады. Иә? Бұдан тәсір ете ме менің ұсынысыма? Енді менде шанс болады сіздерге көптеу арзандау сату. Бұл екіншіміз. Одан кейінгісі салық. Дұрыс па? Салықты ешкім қашып құтыла алмайды дейді ғой. Ya, daromad solig'i bor, bo'lmasa bizda korporativ solig'i bor. Qanday yuqum farqi? Direct tax, indirect tax degan zotlar. Bu qanday? To'g'ridan to'g'ri nelar soliqlar yoki masalan bevosita bilvosita soliqlar, to'g'rimi? Bu qanday bo'ladi? Biz daromad solig'i to'laymiz barimiz. Mamlakat uchun sizlarimiz 12% daromad solig'i to'laymiz, ya? Sonlarına veririz. Endi korporativ soliq kimlar to'laydi? Buni korxonalar to'laydi. Ya? Endi yana bizlarda alanti soliqlar, korporativ soliqlar, bular yana to'g'ridan to'g'ri soliqlar, direct soliq tax bo'lib hisoblanadi. Qandaydir bilsangiz, bizlarda o'sha kelgan yo'q, biroq qanday ulkan shopping mall endi sentrlarga boradigan bo'lsangiz, bir produktni oladigan bo'lsangiz, qandaydir daromad solig'i bor, azmas deb qimmatloq tushadi. To'g'rimi? Bu yil bizga o'sha kelgan yo'q. Ana sirtlarda ham sonday. Ana shopping mall yanday nelardan Walmart, Walmart deganlarda oladilar bor-ku. Bu yerlarda daromad solig'ini ya'ni xaridorning o'zi olgan yerga to'lab ketadi. Ana bu sen Amerikadan olib, sen so'rab taksiga borganda so'm qo'shmaysan. Sonday bizga kelmagan endi. Keladi baribir. Ya bizden var mı? Bizden Endi so'zatlar. Bu yana indirect. Mesela bu ham bilvosita demak, sonday so'z. Ezat bular bu keyingi yani ta'sir etadigan bizlardan ustunimizga ta'sir etadigan faktor. Odan keyingisi uchinchi faktor bu ustunimizga ta'sir etadigan faktor. Qarang. Bu nezat men toza bizneslardan barcha qanday bo'ladi, boshqa qiyin bo'ladi. Subsidiya olamiz. Ya'ni bu mamlakatlik tarafdan beriladigan qandaydir bir metr qanday qaytarilmaydigan jabr pul. To'g'rimi? Masalan, buni bilamiz. Iri korxonalarga qaraganda kichik korxonalarning bankrot bo'lib qolish protsenti aslida 70% yuqori bo'ladi. Ulardan maqsadi kichik korxonalarning maqsadi boshqacha. Iri korxonalarning maqsadi. Kichik korxonalarning maqsadi oldinga qo'ygan eng birinchi missiyasi bo'lsa, maqsadi bu bozorda o'zini saqlab qolish bo'lsa, iri korxonalardir. Bu ko'plik daromad ularning maqsadi. Yetim sular haqida to'xtalib ketsangiz bo'ladi. Sindiqmi? Endi ular yana iri korxonalar kichkina ishon nima kelsa ularda yana ishlab chiqaruv nesi avtomatlashgan boshqa bo'ladi. Tak. Yendikisi subsidiya ketdi. Bizlardan oladigan supplierimiz, masalan, men bag'ana bizim qanday biznesim bor edi, lavashlar ham bor edi. Men go'shtni boshqa bir nida olaman. Masalan, go'shtni sizdan olaman. To'g'rimi? Xamirni, masalan, unini boshqa birdan olaman.
Bularda qandaydir qiyin kelib, bularning bulardan ham yanada resurs ne qilish jarayoni, ular qimmatga tushgan bo'lsa, men bu majbur udan qimmat olaman men. To'g'rimi? Bundan yanada aytganimizda keyingi ta'sir etayotgan yanada resursning bahasi deydi u. Bu keyingi faktor bo'ladi nusxa. Eng axirgisi bu ishlab chiqaruvchilarning soni. Budan bizlarda nemizga ta'sir etadi ekan. Men aytaylik, mana shu yerda mendan boshqa hech qanday yo'q. Ovqat nelardan fast food tayyorlaydigan restoran. Ertaga qasm boshqa birov masalan men mana shu yerda grantlama ishni mana shu qo'ysam, mening qasmim boshqa bo'lib ketdilar. Aqtibalaga ishlaysiz, boshqa ishlaysiz. Bu mening usulsizma ta'sir etadi. To'g'rimi? Bu keyingi faktor, usulsizma ta'sir etadi. Bo'ldi-mi? Demak, bir qator to'xtalib ketek shu bo'yicha talabga ta'sir etadigan faktorlar bu demografik o'suv xalqning daromadlarimiz keladi. Eng o'rinbosar savollar vasqazatlar bu nega talabga ta'sir etadi? Faktor usulsizga ta'sir etadigan faktorlarimiz nega? Texnologiya, resurslarning siyosiy bahasi, subsidiya, ijara qaysi? Ishlab chiqaruvchilar soni, soliqlar. Usulsizga ta'sir. Ekonomik faktorlar. Так, bo'ldi. Tezlik bilmaymiz. Tak, bozor tengsalmaqliligi deganimiz bor. Qanday bo'ldi? Bozorda tovar bilan usus bilan mening o'rtasida, talab o'rtasidagi tengsalmaqlik bo'luvi. Hech qanday sirtqi faktorlarning aralashmavi. Bu bozorda tengsalmaqlik hisoblanadi. Yalnız aytadigan bo'lsak, bunda tengsalmaqliligi endi masalan bizning demandimiz teng 2 ga, verjaqdagi S teng bo'ladi 2 ga bo'lamiz. Bu 2 ga bo'lsa, necha kelib chiqadi? 1 kelib chiqadi. Bozorda teng salmoqlik bor. Tak, endi keyingisi minimal maksimal baholar. Baholov strategiyalari degan bor edi. To'g'rimi? Masalan, baholov strategiyasi qanday? Qandaydir taza korxona bo'ladigan bo'lsa, u minimal baholov strategiyasidan foydalanadi. O'zini tanitib olish uchun, tezroq bozorga massasi ko'tarish uchun. Lekin premium kompaniyalar bor, atoqli korxonalar, Samsung, Apple kompaniyasi, ular baholovning maksimal baholov strategiyasi, yomasa premium baholov strategiyasidan foydalanadi. Ular tovar chiqarsa, men mana telefonni ishlab chiqardim, iPhone 17 deb, buning senasini maksimalni qilib $2,5 deb qo'yaman. Rusman, biroq keyingi yil men iPhone 18 chiqaradigan bo'lsam, endi mananing senasini 2,5 emas, $2,200 tushlayman. Ananing senasini 2,800 ga chiqaman. Bu premium pricing, ya'ni premium baholov, ya'ni maksimal baho qo'yib bo'lib hisoblanadi. Biroq ananing Vivo azroqda qaysi chani? OneTouch degan brenddan chiqib qolgan xarobat Flux deb aytadi. Yana qaysi Redmi'dan chiqadi? Nasa brendlarni. Honor endi Vivo endi bundan boshqa Realme degan bor bu. Qarab, bularning nesi baholov, o'zini baholov strategiyasi farq etadi. Bular toza bilan chiqarib turibdi, biroq ba'zanlar buni qarasangiz, operativ protsessori 6, telefonning pamyati 256. Qarasak, mana yoqda Samsung ham protsessori 6, biroq 256 bir xil. Biroq ananing senasi Samsung'dagi $600. Bunani qarasangiz 1,800,000. O'sha atoqli brend bo'lmagani uchun bu bahoni yana minimal baholov strategiyasidan foydalanadi. Lekin ana atoqli brend bo'lgani uchun premium pricing strategiyasidan foydalanadi. Brend shunday. Anodin maqsadi tez o'zini bozorda o'zini o'rnini to'g'rilar. Aniga shart emas. Keyingisi bor bizda talabning baho elastikligi. Bu qanday? Talabning baho elastikligi. Bu bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, talabning baho elastikligi. Demak, bizda elasticity demanding quantity, alpha quantity demanding pricing. Ya'ni bizda miqdor, masalan, nizat quantity degan nizat edi. Q D bo'lingan P, price, narx, tovarning sonini, demak biz narxni bahosini bo'lib orqali biz talabning
elastikligini keltirib chiqaradi. Budan maqsad quantity bo'lingan f. Esingda qoladi-ku. Bize onda onun formunu okutuyor mu? Endi qolsa balki qiynalib qolmayman. Formula maqsad qildi. Elasticity demand bu yerda quantity demandning prosent ko'rsatkichini, demak, bahoning prosent ko'rsatkichini bo'luv orqali biz talabning baho elastikligini keltirib chiqaramiz. Так, mikroekonomikasi ro'za bo'ldi. Так, endi soni qilib qo'yishimiz kerak. Endi так, qaysi hujjatga? Elastiklik koeffitsiyenti degan tushunigimiz bor edi. Qanday vaqtda elastik deb aytamiz tovarni, qanday vaqtda noelastik, elastik emas deb aytamiz. Bu bag'ana aytganimizda birdan ulkan bo'ladigan bo'lsa elastik, keng bo'ladigan bo'lsa birlik elastik. Bizlarning degan emas, elastikligimiz, elastisitimiz birdan kishi bo'ladigan bo'lsa bu elastik bo'lmagan turli koeffitsient bo'lib hisoblanadi. Ularning azmas endi sizlarga konkret bularning elastiklik koeffitsiyentini shunday deb formula qilsam bo'lmaydi. Biroq azmas formula kiritib qo'yib, qandaydir elastiklik teng 1 deb yozib, elastiklik kichkantay 1, elastiklik ulkan 1 deb yozib kiritib kelsangiz, bu konkret fakt bu. Formulaning bo'lagi. Bizda bag'ana aytamiz, quantity bo'lingan price'dan kelib chiqqan ko'rsatkichimizda prosentini ko'rsatkichini ko'ramiz. Qandaydir 0.9 bo'ladigan bo'lsa, bu elastik emas. 1 bo'lib ketdimi, shu elastik dedi. So'zatni qilib qo'ysak bo'ldi. Tushundiq qoldi. Bu nega kerak? Elastiklik deb. Buning maqsadi aytaylik. Bag'ana aytganimizda kichkantay biznesimiz bor. Biz satadigan tovarimizning, o'limimizning bahasini ko'tardik. So'ng kezde bejaqdagi vol bizning savdo sotimimizga ta'sir yetimi, yetmaymi? Soni aniqlash uchun kerak bu elastiklik degan tushunlik. Tushundiqmi? Masalan, aytaylik, grand lavashni bayarida 25 ming sotadigan bo'lsak, kunini 80 dirhamga sotadigan bo'lsak, endi biz buni 28 mingga ko'tarib ko'ramiz. Berjaqdagi quantity kunini 80 dirham emas bu. 78 dirhamga tushadigan bo'lsa, keyin uni bo'lamiz quantity bo'lgan price masalasida kelib chiqarsak, bu birdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda voy bo'lmaydi ekan. Bu mening xaridorlarim azayib ketishini olib keladi. Biroq bizning prosent ko'rsatkichimiz birdan kichik bo'ladigan bo'lsa, bo'ladi. 28 ming so'mdan sotsam bo'ladi. Menga ta'sir etmaydi ekan. Bu soni aniqlash uchun kerak elastiklik degan. Tushundiqmi? Ertaga просто hayotdan, real hayotdan kerak bo'ladi-da o'zi. Lupa bir tovar sotasiz-ku barimiz. Masalan, aramizda bo'lgan aday ana bir kompaniyalarning sotadigan nelari bor-ku. Tuxi, yamasa Telegram. Sonda sotadilar bor. Yamasa ishimizga guruch sotadigan bor chiqar, bir qum sotadigan bor chiqar, Endi gullara bor, balg'ingiz, boshqa bir o'tlarni dastan sotadilar bor chiqar. Sen aslında ko'tarib ko'rasiz, bu yerda savdosida yamasa magaziningiz bor chiqar. Savdosida ta'sir etmay yetmayman. Soni aniqlovda kerak bu elastiklik degan. Iloji bo'lsa birdan kichik bo'lsa, siz qancha ko'tarsangiz ham berjaqdagi quantityingizga ta'sir etmaysa, demak bu yerda elastiklik bo'lmay mumkin. Bu shaxsiy. So'ngisi kerak elastiklik. Tushundiqmi? Tak, bundan keyingisi qaysimiz bor? Aytib qo'ydim, qaysi? Daromad elastiklik. Masalan, qarang, misol bir aytib ketayim bu. Aholining daromadi deylik. O'sha bizlarda o'rtacha aytib 5 million deylik. Endi, u 5 milliondan 5,5 million